Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda vibe coding haqida gapirmoqchiman. U o'zi nima, qanaqa qilinadi, siz qilishingiz kerakmi va vibe code qilishni to'g'ri usullarini, yo'llarini tushuntirib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki juda ham foydali bo'ladi. Boshladik. Xo'p, birinchi navbatda vibe coding nima o'zi? Yaqinda shu termin chiqdi. Vibe coding degani bu hech qanaqa kod yozmasdan sun'iy intellektni ishlatib, o'sha ChatGPT, Cloud yoki Google Gemini shuni ishlatib topshiriqlarni, buyruqlarni berasiz. Nima javob beradigan bo'lsa, shuni kod editoriga tashiysiz va natijani ko'rib, shu faqat sun'iy intellekt orqali dastur yaratishga vibe coding deyiladi. Ya'ni shu vibelar bilan, sun'iy intellekt bilan birga ketasiz. Xato chiqsa, xatoni qaytarib tashlaysiz, mana xato chiqsa, javobini yana kodiga tashlaysiz, shunaqa qilib ketaverasiz. Bu narsa shu saytini ishlatish orqali yoki hozir shunaqa qurollar chiqib ketgan tayyor IDE, ya'ni kod editorlarga ham integratsiya qilingan shu sun'iy intellekt o'shani o'zida ham, ya'ni loyihani ichini o'qib, papkalarni ichidagi fayllarni o'qa oladigan shunaqa qurollar ham chiqib ketgan. Hozir bu haqida ham gaplashamiz. Shular orqali xullas vibe coding qilib, ya'ni kod yozmaysiz, dasturchi emassiz yoki boshlang'ich yoki umuman xabari yo'q bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Katta dasturchilar ham bu narsani qilyapti. Xullas faqat sun'iy intellekt orqali dastur yaratishga vibe coding deyiladi. Xo'p, bu narsa chiqqandan keyin dasturlash ham osonlashib ketdi. Xohlagan odam har xil dasturlar yaratayotibdi, dasturlashdan xabari yo'q odamlar ham vibe coding qilib o'yinlar yaratib yozishibdi. Internetda ko'rsanglar bo'ladi. Odamlar shunaqa qilib dasturlar, startaplar ham qo'yotishibdi vibe coding orqali, ya'ni dasturlashdan xabari yo'q odamlar. Bu degani dasturlashga kirishga bo'lgan to'siq juda ham pasaydi degani, ya'ni xohlagan odam endi dasturchi bo'la oladi. Oldin bu narsani qilishga yarim yil, 1 yillab vaqt ketgan bo'lsa, o'qish kerak bo'lgan bo'lsa, endi xohlagan odam kirib sun'iy intellektni o'sha chat xohlagan chatini ishlatib dasturlarni yaratib yotishibdi. Xo'p, qanaqa qilishyapti? Hozirgi paytda Cursor degan o'sha dastur chiqqan. Cursor yoki Cloud Code yoki Replit Agent degan dasturlar chiqqan. Shular orqali bular tayyor terminalni ham beradi, kod editorni ham beradi va yonida o'sha AI, ya'ni yordamchini ham beradi. Shu yordamchi har xil dasturni yaratadi. Bu faqat buyruq beradi, ya'ni odam tushunadigan tilda buyrug'ini beradi. Bu yoqda bo'lsa kodni yarataveradi. Yoki bo'lmasa boshqa usuli shu saytini ochib qo'yasiz, saytiga buyruq berib, kodni bu yoqqa o'ziga tashab, shunaqa qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik oxirgi payt shunaqa ishlayapti, lekin savol tug'iladi. Siz bunaqa qilishingiz kerakmi? Ya'ni o'zingiz kod yozmasdan, dasturlash o'rganmasdan turib, faqat sun'iy intellekt yordamida hamma kodni unga yozdirib, o'zingiz o'rganmasdan buni ishlatishingiz kerakmi degan savol tug'iladi. Mani javobim, agar siz junior dasturchi bo'lsangiz, ya'ni endi dasturlash boshlayotgan bo'lsangiz va maqsadingiz dasturchi kasbini egallash, dasturchi bo'lish bo'ladigan bo'lsa, unda men sizga fundamental, ya'ni dasturlashni o'rganishingizni maslahat beraman. Bu sun'iy intellektlarni ishlatmasdan o'rganishingizga yordam tariqasida ishlatsangiz bo'ladi, lekin o'zingiz o'sha dasturlash fundamentallarini, ya'ni dasturlash tilini, frameworklarni qanaqa qilib ishlashini hammasini o'zingiz o'rganishingiz kerak. Ya'ni haqiqiy dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz. Chunki bu narsa to'g'ri dasturlashga kirishni osonlashtirdi, lekin bu degani hamma ham dasturchi bo'lib ketdi degani emas. Hozir 6 yoshli bola ham vibe coding qilib dastur yaratyapti, lekin bu uni dasturchi qilib qo'ymaydi. Ya'ni bitta kasbni egallash uchun sizga 1 kun, 2 kun ketadigan bo'lsa, hamma xohlagan odam u kasb qila oladi degani. Ya'ni sizga bo'lgan talab ham kam bo'ladi, oyligingiz ham hammasi kam bo'ladi, sizni o'zgartirish oson bo'ladi. Bunga misol tariqasida ko'p kam oyli, past oylikli ishlarni qaraydigan bo'lsak, ularni o'rganish uchun yarim soat, 1 soat uzoq 1 kun ketadi va sizni birpas almashtirishadi. O'shaning uchun almashtirib bo'lmaydigan dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz fundamental bilimlarni, dasturlashni yaxshilab, kuchli, puxta, mukammal o'rganishingiz kerak. Xo'p, endi bu narsani yaxshilab o'rganganingizdan keyin o'zingiz uchun bu sun'iy intellektni qurol tariqasida ishingizni tezlashtirish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingiz mayda-chuyda kodlarni o'z qo'lda yozib o'tirmasdan, ularni tez-tez sun'iy intellekt orqali generatsiya qildirib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'ziga qurol tariqasida. Bu siz butun ish jarayoningiz emas, ma'lum bitta qismlaringizni, ya'ni takrorlanadigan qismlarni tezlashtirish uchun bu sun'iy intellektni qurol tariqasida ishlatishingiz masalan, xuddi hunarmandlarga o'xshab, misol uchun mana elektron har xil arralar chiqqan, juda ham ko'p ishlarni osonlashtiradigan qurollar chiqib ketgan. Bular o'sha qo'lda qilinadigan ishni oldini oladi, ya'ni tezlashtiradi. Sun'iy intellektga ham xuddi shunaqa qarash kerak. Butun kasbni, ishni almashtirmaydi, ma'lum bir qismini, ya'ni takrorlanadigan qismni tezlashtirish uchun ishlatishingizni maslahat beraman. Bo'lmasa siz qiladigan ishni xohlagan odam ozgina o'tirib qila oladigan, o'rningizni almashtira oladigan bo'ladi yoki ozginadan keyin sun'iy intellektni o'zi ham sizni ishingizni almashtirib
bo'lishi mumkin. Ya'ni bunaqa ishni xohlagan odam qila oladi. O'shanga juda ham xavfli holatda bo'lasiz. Agar faqat vibe kod qilib yurursiz, ya'ni sun'iy intellektni ishlatib o'zingiz dasturchiman deb yurursiz, unda siz haqiqiy dasturchi emassiz, sizni juda ham tez almashtirishadi. O'zi sun'iy intellekt dasturchilarning o'rnini egallaydimi, yo'qmi degan savolga qiziqayotgan bo'lsangiz, unda kanalimga o'tib ko'ring. U yerda ham bu haqida alohida video qilganman. U yerda batafsil to'liq tushuntirganman bu mavzuni. Endi sun'iy intellektdan loyiha, ya'ni dastur yaratishda to'g'ri foydalanishga keladigan bo'lsak, ya'ni qanaqa qilib maksimal darajada effektiv bundan foydalansa bo'ladi degan savolga javob bermoqchiman. Buning uchun birinchi navbatda o'zingiz uchun to'g'ri qurolni tanlang, yoki o'sha ChatGPTni yoki Cloud Sonnet. Hozirgi paytda Cloud birinchi raqamli o'sha AI LLM hisoblanadi kod yaratish bo'yicha va boshqa qurollar ham bor, ya'ni boya aytgandek Cursor, Cloud Code yoki Replit Agent agentidan foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz brauzerda, xohlasangiz tayyor shu IDE ga o'rnatilgan, integratsiya qilingan AI lar ham bor. O'shalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Keyingi navbatda reja tuzish, ya'ni butun loyihani sun'iy intellektga bittada qildirmasdan birinchi navbatda rejasini tuzib olish. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt yordamida ham rejasini tuzsangiz bo'ladi. Qadamma-qadam qanaqa qilib qilib olishni birinchi navbatda tuzish kerak butun loyihani va sun'iy intellektga ham buyruqlarni o'sha qadamma-qadam bering. Ya'ni bitta buyruq orqali butun dastur yaratish emas, unda adashib ham ketadi. Qadamma-qadam, qisqa-qisqa, bo'lak-bo'lak dasturlarni yaratish kerak, ya'ni sun'iy intellekt orqali. O'shanda u ham eslab qolishi ham oson bo'ladi, adashib ketishi ham qiyinlashadi. O'shanga birinchi rejani tuzib oling. Bosh rejani tuzib, rejama-reja kichkina buyruqlar bilan ketish kerak. Keyingisi dasturga test yozish, ya'ni chunki sun'iy intellekt ko'p adashadi, xato qiladi. O'shaning uchun test yozsangiz, siz ishonchingiz komil bo'ladi hamma narsa ishlayotganligiga. Hamma butun dasturga test yozib olib, har o'zgartirganda testni run qilib turish kerak. O'shanda hech nima buzilib ketmadimi, yo'qmi, shuni bilish uchun. Keyin version control ishlatish kerak, ya'ni git ishlating. Chunki bir xillada hozir to'liq ishonib bo'lmaydi. Sun'iy intellektga ham, ChatGPT hammasi kodni ustidan yozib yuboradi. O'sha paytda oldingi kodingiz o'chib ketadi. Shuni oldini olish uchun har doim gitga commit qilib boring, ya'ni ishlayotgan versiyani, ishlayotgan kodni commit qilib qo'ying. Chunki keyingi buyrug'ingizda sizni eski kodingizni o'chirib yuboradi. Haligacha bor bu narsa. Shu narsani oldini olish uchun git ishlatishingizni maslahat beraman. Bug fixlarda o'sha hozirgi holatida sun'iy intellektlar o'sha bugga to'liq tashlasangiz, hamma qismini yechib beradi. Agar yecha olmaydigan bo'lsa, unda boshqa LLM ni ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman. Misol uchun GPT ishlatayotgan bo'lsangiz, Cloud ishlatib ko'ring yoki Google ishlatib ko'ring. Hammasida natija har xil bo'ladi. O'shanga agar qotib qoladigan bo'lsangiz, boshqa LLM ni ishlatishingizni maslahat beraman. Keyingisi dokumentatsiya, ya'ni oxirgi o'zgarishlarni hozirda bilmaydi. Misol ChatGPT ham hatto o'zini dokumentatsiyasida API'si qanaqa ishlashini bilmaydi. O'shaning uchun buni oldini olish uchun butun dokumentatsiyani, ya'ni saytni ko'chirib olib bitta faylga o'sha faylni tashlashingizni maslahat beraman. O'shanda bu texnologiya yoki API qanaqa ishlashini bittada tushunib oladi va oxirgi o'zgarishlar uni miyasida bo'ladi. Keyingisi kodni refaktor qilish, ya'ni refaktor qildirish, doimiy ravishda modelga kodni refaktor qilinishi buyruq berishi, chunki juda ham ko'p holatlarda katta kod yozib beradi, tushunarsiz kod yozadi yoki juda ham maydalashib yuboradi. O'shani oldini olish uchun refaktor qildirib turish kerak va buning uchun test bo'lish kerak sizda. Chunki refaktor qilgandan keyin qaysidir joyi buzib qo'ymasligini bilish uchun test bo'lish kerak. Agar hamma testlar ishlayaptimi, demak refaktor muvaffaqiyatli chiqdi. O'shanga kodni doimiy ravishda yo o'zingiz yoki o'sha modelga refaktor qildiring. O'zi hamma hozirgi modellarni holati shuki, katta buyruqlar, katta loyihalarda hallucination deyiladi, ya'ni adashib ketish, o'zini to'g'ri aytolman deb hisoblash, dovdirash juda ham ko'p bo'lyapti. Katta loyihalar buyruqlar bersa adashib ketadi va sizni qaytanga chalkashtirib yuboradi. O'shani oldini olish uchun baribir o'zingiz tekshirishingiz kerak va shu iloji boricha kichkina buyruqlar orqali keting. Katta kodni baribir adashadi 100%. Hozirgi holati shunaqa. Menimcha kelajakda bu butun loyihani o'qiydigan, loyihani ichiga kirib ketadigan bo'ladi va dasturchilarning ishini ham yanada osonlashtiradi deb o'ylayman. Rahmat, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Bu vibe coding haqida yoki umuman sun'iy intellektni dasturlashda ishlatish haqida nima savolinglar, fikringlar yo'q qolib ketgan narsa bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring va mani boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishni unutmang. Sun'iy intellekt va boshqa qiziqarli mavzular haqida qolgan videolarni ham ko'rish uchun kanalimga o'ting va u yerda boshqa videolarni ham kirib ko'rishingizni maslahat beraman. Rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.